Samitlar mana navbatdagi avtobusimiz Passatga jarayonlari yakunlandi. Yo'lovchilar asta-sekin bilan o'z joylarini band qilib ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Yo'lovchilar mana mayda-mayda blogerchilarimiz kelib videolarni olmoqda. Bitta amaki keling mana bu yerga, bitta yoshroqlar kelinglar. 3 ta naryad orqada joy. Bir kishi kelsin bu yoqqa. Moskvadan Toshkentga reyslar har kuni Moskva-Toshkent направлениясida reysli avtobuslar yo'lovchilar ketishmoqda. Dokumentida muammosi borlar, yo'lda обязательно расход qilasizlar. Mana yo'lovchilar fikrini so'raymiz. Aka, qalay, avtobus yaxshimikan? Hamma zo'r, hamma xursand. Aldanmasdan to'g'ri avtobusga kelsa yaxshi. Правильно, aka halol. To'g'rimi? Sizam jicha aldanib qolib keldingiz lekin, to'g'rimi? Yengil mashinada ishonmasinmi? Ozgina muammo bo'ldi, lekin akalarimiz hammasi muammolar hal qildi. Bemalol. Nima deysiz aka siz? Birata, yaxshimi avtobus? Shepim, nima deysiz? Yaxshi, zo'r. Xudo xolasa yo'lga chiqyapsiz mana. Avtobuslarni ko'rib ketdingiz. Yaxshimi? Aytgandek bo'ldimi shepim? 2 kun oldin kelganda mana bugun ketyapsiz xudo xolasa. Aytilgan vaqtda e'tirof ketyapti. Ketyapti. Erta. To'g'rimi? Daji erta ham. Ketyapti. Azizlar, mana 5 ta yo'lovchilar mana kelishdi. Kimdan kim ketish istagida bo'lsa, shunday komfortabel avtobuslarda bemalol kelaverasizlar.